Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. 2025-yil 31-oktyabr sanasida Pink Lady Rozigilov olmamiz qay darajada rang olganini sizlarga ko'rsatib boramiz. Bu videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Kamerani yaqinroq olib kelib, mana Pink Lady Rozigilov olmani ko'rinishini mana ko'rsatib qo'ying. Mana shu holatda rang olyapti. Kundan kunga rang olishi, qizarishlari tiniqlashib boryapti mana. Mana ovozini eshitayotgan bo'lsalaring, juda ham suvlik, mazalik olmalardan. Daraxti ustida ham -5 gradusgacha dekabr oyida ham daraxt ustida turadi. Saqlash muddati uzoq vaqt omborga qo'yib saqlasalar ham bo'ladi. Xolodilnikka qo'yish shart emas. Ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Kimga ko'chatlar kerak bo'lsa, nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'chatlar dastlabki qilib yetkazib berish xizmatlari, ko'chatlarni ekib berish xizmatlari hammasi bizda mavjud.